Selam cemaat, siz Şokmakçı kanalında. Bugün bizning -1 gradus suviq, -1 gradus жылы bo'la oladimi ekan? Boshqa shunday fikr keldi. Ma'g'ayin tegarmashlarni alishtirgadir degan. Ham endi mening bek niq tajribali ham cheksiz aqlli bo'luvimni siz butuningizda bilasiz. Shunga ko'ra menim sizga biroz kengash berib ketasim keladi. Men kengash bermasam, siz ma'g'ayin bir narsada ishlay olmassiz deb o'ylayman. O'z ulushimni kiritirga bo'ldim hali men. Bu sarkazmmi, ko'ngilga yaqin olmayapmi? Bizning bugungi vazifa Jeygi tegarmashlarni qishqalarga olishtiruv. Mana jamoat, bizning mana shunday 8 dyuymli razvarachkalarimiz bor. Mana bunda kirib o'tirgan tegish endi plan bo'yicha. Mana bunda arkalarga. Men hali pravilo olib kelmoqchiman, mana shulay qo'yib qararga. Chunki sezib turam, bunda ul bosmayacaq, ul tirpayib turacaq birozgina. Ikkinchidan ma'g'ayin mashina jip qaylanacaq, ul shu ko'tarilacaq birozgina. Balki mening etlanganni qarab, nechik ishlarga kerakmasin bo'lsa-da anglarsiz. Shunga ko'ra hozir kamerani qo'yam-da, ishga kirishamiz. Kamera menim tirışa siltänülerimden ora bir nide yazdırmagan, şuna hazır yazdıram. Tavuşum seyir kebek tuyulsa salqın tiydi dep aqlan alam. Tise timese de video çıgarga teyiş, şuna başlayız. Her iştegi kebek tegermeş alıştırunu da 3 ülüşke bölüp ula. Ezirlik, alıştırı, hem indi tertip urnaştırı. Ezirlikке kilesi gamellerini kirtiridim. Birinçisi urunni şestartu, şüpşardan, timir tımırdan, aşu çıgarıp turuşu akıllılardan. İkinchisi, mashinani silkinmaslik holatga keltiruv. Uchinchisi, qo'yilasi tegarmashlarni tag'in bir qat qarab borlab chiqu, eng yaxshilarini olg'a, yilqishlarin ortqa prinsipini tayanib, o'rinlarini belgilav. To'rtinchisi, domkrat, oshqish ham nervlaringni ezirlab qo'yu. Beshinchisi, jingilchagina ittirib borliq tegarmashning da bolt gaykalarini bo'shatib chiqu. Birgina tegarmash olishtirganda qolganlarini qin bo'shatmasang da bo'la. Mashinang o'zingniki bo'lsa endi. Tip ishga bularni kiritam. Domkrat qo'yib ko'taruv, tegarmashin sutib ikkinchisin qo'yib qo'ldan torttiruv, domkratdan tushirib niqlab torttirib chiqu, tegarmashdan tekshiruv ham tegishli bosimini yetkiruv. Ham endi ozoqqasin tartib o'rnashtiruvni aytib turmayman. Tartib subyektiv narsa. Tegarmash olishtiruv qo'llanmasining bek qisqa varianti shul. Hozir endi praktikada namatashib qaraylik. Tegarmashni bo'lgalaymiz jamoat. O'ng yoq, so'l yoq, old yoq, ort yoq. Old yoqqa qo'yamiz yaxshilarin, ort yoqqa qo'yamiz ushlipanskilarin, nosharaqlarin. Hamda nechik bildirga aql sotib ketingmali. Birinchidan qaraymiz tishlarini, ham umuman ko'pshakning o'zining sifatini, holatini qaraymiz. Ko'pshak qirilgan bo'larga tegish tugul, tishlari oshalgan bo'larga tegish tugul, ham mana tishlar o'tirgan yerlarida menda o'mirilib olgan yerlari shulay bo'lmasa yaxshi. Chunki mana bu nendaymi? Mana bu old yoqqa borashaq. Ham mana bu nenday? Mana bunda tish qirayında endi biroz oshalgan o'rinlari bor. Bunda butunlay tishi yo'q. Demak, busi ortqa jamoat. Ham ikkinchi shart, yo'nalishi. Bular yo'naltirilgan tegarmashlar, bular yo'naltirilmagan. Ya'ni yo'naltirilmaganlarini qo'y yoqqa qo'ysang da yaray. O'ng yoqqa qo'ysang da yaray, so'l yoqqa qo'ysang da yaray. Bulay qo'ysang da yaray. Balay qo'ysang da yaray. Ana nechik bilirga desang, mana bunda rotation degan. Shaymiga salam. Rotation degan ham tiginda o'q ko'rsatilgan. Demak, ul aylanirga tegish mana bulay. Aylanirga tegish degan so'z endi olg'a borganda shunda toba aylanirga tegish. Chunki olg'a jamoat 180 bilan da borib bulanmag'ayin, ortqa endi birozgina ezrak borga kerak. Tegarmashlarni yo'naltirlar tigi olg'a boruv hisobi bilan shulay deyilgan. Hozir bu tegarmashlarni shundoq bo'lgalab qo'yam, har birisine o'rin belgilayman. Bu taşmasınlar, aytganimcha diversiyalar na short не нужен. Ruchnikni unutmaymiz. Unutsang da o'zi esingga tushiracak, lekin bugunga majara kerakmi? Tetilarini so'rab olamiz, lekin kerakmi deb tibib ishirasi tug'ilami? Gaykalarin yoki boltlarini birozgina bo'shatamiz. Birozgina jamoat, birozgina tegarmashi ushib chiqib garaj bo'ylab ortidan quvib yurirlik bo'lmasin. Shaxsan men bo'shatgandan so'ng jingilchagina keri qilsam, qolgan 3 tegarmashni da shulay qilindirib chiqam. Endi hozir shiginir shara yo'q, olg'a chorlaymiz. Domkrat qo'ya turgan o'rinlari mening ishlar uchun maxsus o'yimlari bilan tomg'alangan. Domkratni naq mana shul o'yim o'rtasına qoptirishga kerak. O'zim kabi keri bitganlarga ayrim aytib o'zam. Naq shul turuna qo'ymasang da bir nida bo'lmay. Ul orientir uchungina qo'llaniladi. Lekin oshni o'shin bilan sisib shimirgancha qoloq qo'llangan kebek, domkratni da endi ezir ham shunga hisoblangan o'rnina o'rnashtiruv qulayroq, ham endi durustroq sanala. Tegarmash olishtirganda eng ahamiyatlisi yer bilan mashina orasina domkratni durust qistiruv. Aning talablari ko'p tugul, lekin borisida o'ta shart.
Birinchisi, domkrat nindide bo'lsa yumshoq negizga qo'yilganda, ostidan nindide bo'lsa niqli aybir qistirarga kerak. Toqta, kirpish, temir plastina, atangning qayışın. Ikkinchisi, domkratning ikki toyanu nuqtasi bor. Osti yerda, üstü mashina topsasında. Hamma ul ikki nuqtada tugal bir vertikal liniyada bo'larga tegish. Buning kerak. Bo'lmasa ne bo'ladi desingmi? Osqa yog'i ishtarak bo'lsa, ko'targanda mashinani o'zingga topa tashak. Kirisincha tashtaroq bo'lsa, o'zi bilan istirab olib ketashak. Ham bek tirishsang, shig'ib o'shib mong'ayingga da qo'ndirishga mumkin. Toy tepgandan keyin bo'lirga tegish tugul. Shundan so'ng ortiq qavalanmishig'ini tira-yundagilarga yuzingdagi kuchanish olimlarini ko'rsatmisha ko'taramiz. Tegarmash yerdan 2-3 cm ga ayrilsa, shul jetgan. Bigirak ko'tarilgan sayin yig'ilganda qotiroq o'rta. Hozir yarim bo'shagan gaykalarni uch bilan da sug'ib bo'shatib bo'la. Balki tish bilan da bo'ladir. Niktor fikrning boshqa kelgani yo'q. Gildagicha ozoqdan ish bitgach, poyezd ketgachgina. Hozir esa mashina tilasa qaysi vaqtda domkaratimdan yig'ila oladigan fikr bilan ish yetu tegish. Shunga ko'ra tegarmashni olganda boritik yonlaridan gina tutarga, qo'lingni ostga tiqmasqa deganni shuralidan da yaxshiroq esda qoldirishga kerak. Tegarmashni oluvga hech bir uzoqlamay mashina ostına turtib kiritamiz. Chunki domkarat bir shegim yo'q, bek shekli. Shulungaydan tegarmash qoplab turgan vaqt qoralib turarga tegishli podveska, transmissiya, tormoz ham rul sistemalarini borlab chiqudiriz. Oqqan tomgan narsa bo'larga tegish tugul. Yirtiq-purtiq ayvir xoplanmay. Bu ülkede bir bilimigiz bo'lmasa da, edep izinden bo'lsa da aqlli shara yasasangiz durust ish. Ortiq mavog'ib ketib mo'yining'izni mashina ostına tig'irga kerakmaganligini aytib turasi yo'qdir. Tegarmashni o'rnashtirganda da shurali yozmishini unutmaymiz. Qavalanmishig'ini kiritib o'tirtamiz. Qo'ldan gina gaykalarni yoki boltlarni torttiramiz. Suzung'ayning boltlarining 1-2 shirnomini birozgina moy tomizsang yaxshi. Liqindirib moyga botirga kerakmi? Birozgina so'ronlarcha. Boltlarni torttiruv tartibi g'odiy, lekin toypilmishi o'talarga tegish. 4 bolt bo'lganda qopma qarshi yoqlarini burib torttiramiz. Misolga boshda ustin, anlari ostin, o'ng yog'in, anlari so'lin. 4dan ko'proq bo'lgan ishroqda yulduz stilida. Osqa so'l yog'in, ustin, osqa o'ng yog'in, so'l yog'in, o'ng yog'in. Yoki birsi aşağı. Bu tegarmashni torttirganda ul qiyiqlab o'tirmasin uchun ishlaniladi. Shulay etib havoda kelish qo'ldan gina birozgina torttiramiz. Mashina ostindagi tegarmashni qirayindan gina tutib tortib chiqaramiz. O'rtasidan tutmag'iz. Frezirovщик o'zining ish bormagan bilgan kebek mana da bilib turg'iz. Domkratni sutib tishirabizda gaykalarni shaplab torttirib bitiramiz. Lekin shaplab degan so'z oshqishining ustuna minib sikirgalav tugul. Qulog'ing qizargancha qo'ldan torttirsang, shul jete. Qolgan tegarmashlarni da naq shulay olishtiramiz. Ko'rinish qirg'iy, otasının itegin kiygan sobi kebek bu hozir. Olg'isin qara ko'p tirpayib turaymi? Bir 2-3 cm ga tirpayib tura. Hali ortani xatli tugul, orta tip tegiz. Lekin oldi sozda yurganda mana bu bitta yon bozib pishroqqa buqqa botib o'tashagindi. Bu razvarkalar ilik Lanus'ta turadi. Lanus'talar ideal, mop motor bir degan. O't ko'rinay. Arkalaridan ana xatli tirpayib chiqib turmaydi. Shu bir 3 cm bor endi bu. Bunda hozir bir deflektor qo'ysang endi. 3-4 mm chamasi. Mana orti ideal. Haminde jamoat mashinaning biyikligi qutishqish jibinde bu xar, jib sozda yeri turgan. Bir shimitikkina bo'lsa da balki foydasi tegandir deb o'ylayman. Internetda bo'lsin, hech cheksiz qo'masha olamaz. Mening yamli faslarimni ko'rib balki tuygansizdir da, lekin nishlatim endi. Hali menga desa kelajakda hali yish ko'rashaksiz. Shunga ko'ra kuniga turg'iz. Qaraganingiz uchun rahmat, ham kelasi uchrashuvlarga qadar. Mana biroz o'tirtirg'ay, bir yorti yudriqqa bo'lsa da. Hamda mana bu yerga bekindi. Etstiram.